O'zbekistonda ilk bora erkaklar bellashuvi musobaqasi tashkil qilindi. Bu bellashuvni tashkil qilishdan maqsad O'zbekiston yoshlarini sportga yanada jalb qilish va ularning hayotini ongini zaharlayotgan illatlardan uzoq bo'lishlariga hissa qo'shish. Ushbu erkaklar bellashuvida shu yerda o'tirgan 10 ta ishtirokchi ishtirok etadi. Hurmatli sportsmenlar, sportchilar, yoshlar, sizlarni oldinda nimalar kutyapti deb o'ylaysizlar? Qolganlarni bilmadim, men bu yerga urushga kelganman. 65 kiloda tashladigani bormi? Duxlaring yetsa chiqlaring. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Я думаю, что такие пацаны сейчас очень много. Таких пацанов надо ломать на месте. Men yomon gap gapirmadim deb o'ylayman. Bayt bu yerga jang qilishga keladi, chapay chalishga emas. Anu bola o'z menga boshdan yoqmadi. Qashqadaryo maksimal padashi kutamasdan qo'llab-quvvatlab turibdi. Erkaklar bellashuvi hamkori VitaFirst sport mahsulotlari va vitaminlari. Xuddi shunaqa holatlar erkaklar bellashuvida birida qo'linglarni ko'tarsizlar yoki xizmatsizlik qilsanglar, ushbu loyihani tark etasizlar. Bu gapim hammaga tegishli. Bu e'lon erkaklar bellashuvida qatnashayotgan barcha ishtirokchilarga, qolaversa, keyingi sonlarda ishtirok etadiganlarga ham tegishli. Ushbu erkaklar bellashuvida o'zinglarda ikkita yosh katta bolalar bor. Suyunus Sardor va Nurmatboyev o'rtaga chiqamiz. O'rtaga chiqishimizdan maqsad bu yerda hech qanaqa jang bo'lmaydi. Men oldin erkaklar jangida urushib yutganman. Men o'zi bu yerga urush maqsadida kelgandim, lekin tushunishim bo'yicha bu loyiha boshqacha formatda bo'lyapti ekan. Atak urush kerak bo'lsa, men tayyorman. Komandaga keladigan bo'lsa, to'g'ri bolalarni tanlab oldim deb o'ylayman. Yutishimizga ishonaman. Ikkita qizil va ko'k jamoaga bo'linamiz. Har bittadan ishtirokchi tanlasanglar bo'ladi. O'zingizlar jamoalar uchun. Yo'g'i. Tarpeda Nayza MMA jangchisiman, Prof rekordim 3-0. Bekka men o'zi boy bo'ladi deb o'ylab keldim. No, hozir komandaga bo'lib qo'yishdi. Sababini bilmayman. Я прилетел с Таджикистана, чтобы поучаствовать в этом проекте, и как бы я ни старался, все зависит от команды. Darsini o'lishi ham menga juda qiziq bo'lyapti. Yo'q. Bu ekan tanlayman. Men Nurmuhammad Tuhmat, Toshkent shahridan. Bu proyektda bizning komanda kuchli deb hisoblayman va o'ylayman. Endi buni faqat isbotlash qoldi. Mayli, men bola. Мне не понравилось, что выбрали меня самым последним. Но я покажу, что я среди них самый сильный. O'ylaymanki, komandadagi bolalarni to'g'ri tanlab oldim va biz yutamiz. Mani o'ylashim bo'yicha bu Sherzod degan bola uzoqqa bormaydi. Birinchilardan bo'lib chiqib ketadi deb o'ylayman. Bu proyektga men Qoraqalpog'istondan keldim. 10 balani ishni texnikani men Qoraqalpoq ekanman. Bu proyekt Qoraqalpog'istonga shu qolasangiz, kommentariylar yozib qoldiring. Birinchi shartimiz ushbu qo'lda turgan bentol koptalarni ushbu to'siqdan otishadi. Har bitta komandadan bitta ishtirokchi chiqadi. O'yin qoidalari ushbu koptani qaysi ishtirokchi qo'lga ushlamasa yoki ushbu to'siqqa tegizib olsa, ushbu komanda yutqizadi. Va yana bir narsa, kopta ushlagandan keyin ro'yxatga qilish shart. Hammaga omad. Demak, birinchi shartni bajarish uchun jamoadan ishtirokchilarni taklif qilamiz. Marhamat, qizil va ko'k jamoadan bittadan ishtirokchi markazga. Yaxshi. O'rningizni egallang. 3, 2, 1, boshladik. Давай, komanda qo'llaymiz. Stop! Kutilmaganda. Mana shu yerda hozir birinchi to'qnashuv tugadi. Hozirgi vaziyatni ko'rdingiz. Hozircha ko'k kiyimdagi jamoa a'zolarida 1 ochko bor. Demak, 3, 2, 1. Stop! Bir daqiqa. Bir narsaga oydinlik kiritamiz. Hech qanday norozilik bo'lmasligi uchun Mirazam aka hozir ilib olishga qiynaldi ko'k jamoa vakili, ko'rdingiz. Lekin mana uzoqroqqa ketdi, ustunga ham tekkani yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Bu hozir o'yinni to'xtatishga asos bo'ladimi? Demak, qizil komandaga bitta ochko bo'ladimi yoki Mayli, boshqatdan imkon beramiz. Boshqatdan. To'xtaymiz. 1 daqiqa. Fikrni eshitdik, lekin bizda hech kim norozi bo'lish kerak emas. Siz rozimisiz davom ettirishga yoki g'alabaga rozimisiz? Roziman. Demak, yana bir marta imkon beryapsiz raqibga.
Xo'p, demak, boshqatdan boshlash uchun boshqa jamoa a'zolariga ham eslatma. Hop, ishtirokchilar ushbu qo'lida turgan koptoni faqatgina shuni ustidan otamiz. O'ngga yo chapga otmaymiz, faqat to'g'riga. 3, 2, 1. Stop. Anladingmi? Fikringiz? Sal qattiqroq otdim. Hisob ko'tadimi yutqizganingiz? Я думаю, что надо дать шанс еще. Xo'sh, nima deysiz? Mayli, oxirgi shans beraman. Siz rozimisiz? Да, без разницы. Давайте еще раз. Demak, tortishuv yana davom etadi. 3-inchisi halol deydi-yu. Ketdik. 3, 2, 1. Yomon ketdi lekin. Va mana shu nuqtada har ikkala jamoaga ham bittadan imkon berildi. Qoidalar bilan tushunish uchun ham, qoidalar bilan tanishib olish uchun ham yana bir bor imkon bo'ldi jamoadoshlarga. Demak, qizil jamoaga 1 ochko qo'shildi. Давай, давай, поддержка, поддержка. Tushamiz, tushamiz. Ko'k jamoa a'zosiga yana bir ochko yozildi. Ishtirokchilarni, raqiblarni markazga taklif qilamiz har ikkala jamoadan. 9-chi ishtirokchilarimiz ko'k bo'lcha boshlaydi. Tema, tema, давай, 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 давай. Temadi, temadi. Temadi, temadi. Ana hayajon. Lego konstruksiya to'g'rilab qo'y. Birinchi shart o'z nihoyasiga yetib qoldi. Eng so'nggi raqiblar hozir markazda. Ikkinchi shart bundan ham qiziq bo'ladi. Kafolat beraman. Boshladik. Wow. Menimcha buni inkor qilib bo'lmaydi. Aniq tegdi. Farqi yo'q, xohlasanglar beraveringlar, lekin mana buni rezinka oraliqqa oyog'im kirib qolib, ko'pdan otolmay qoldim. Oyog'im tiqilib qoldi. E'tiroz bo'ldi nari tomondan. Siz e'tirozga yarasha yana imkoniyat berasizmi raqibga yoki bizni o'zimiz tilda aytganda fora berasizmi yoki yo'q, yutdim, keyingi shartga o'tamiz siz hisob. Men fora bersam ham, bermasam ham, lekin bu shartda baribir biz yutgan bo'lamiz. Mayli, повтор ko'raveramiz, farqi yo'q. Birinchi etap 3 ta o'tdi, ikkinchisi 2 ta o'tdi. Общий oxirgi hisoblanadi. Tushundingizmi? Bu 2 bir общий oxirgi hisoblanadi. Bitta shart yutib, ikki shart yutib bo'lmaydi. 5 ta shart bo'lsa, общий 5-shart hammasi qo'shiladi. Bu degani birinchi shart o'zida bular yutdi degani emas. Ana intriga. Demak, qaysidir shartda ko'k jamoa 3-2 hisobida yutsa-yu, keyingi shartda qizil jamoa 4-1 hisobida yutsa, demak, hamma ochkoni hisoblaganda natija boshqacha bo'lishi mumkin. Мы ради победы мужской не теряем, всегда справедливо, короче. Demak, ikkinchi shartimiz kurash. Ya'ni bentbol koptolarida kurashlarda shartini hozir tushuntiraman. Koptoni mana shu holat ushlagan bo'ladi. Agar koptoni to'g'ri bo'lsa, qo'yaversan, yutib hisoblanadi. Ya'ni tortdim, kopto tushib ketdi. Eng muhim jihatini aytaman. Ushbu koptoyimiz 7,5 kilo deyarli. Lekin bizda bu koptoda emas, bundan og'irroq kopto bo'lgan. Deyarli 13 kilo bo'lgan koptomizda o'ynaymiz. Balkim Razam aka, bu koptoni kim ko'p ushlab turish qilarmiz? 13 kilo narsani tortib olish o'zi qiyin emasmikan? Shartlar qancha qiyin bo'lsa, shuncha qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Ko'ramiz. Axir erkaklar bellashuvida sportchilar ishtirok etishadi. Bu shartni bajarish uchun bittadan ishtirokchini markazga taklif qilamiz. Tayyorlanamiz. Yiqilish pastechkalar yo'q. Shular olamiz. Ishladinglarmi? Tayyormisizlar?
1, 2, 3 ketdi. O'tib olishlar yo'q, pasechkalar yo'q. Haqiqiy intriga. O'tirma. Stop! Отсечка, ну да. 1, 2, 3 ketdi. Wo. O'tira olmaylar, o'tirish mumkin emas. O'tirish mumkin emas, tiziga tushmaymiz. Qizil jamoa comebackni amalga oshiryapti. Ko'ryapsizmi, hozircha 2-0 hisobi ikkinchi shartda. Qizil jamoadan buni ochig'i unchalik kutmagandim. Ikki olamiz, 3-chiroqchilarimiz. Qo'l tiqamiz. Tashqaridan ichkaridan. Oyog'ingizga qoldi. Narmaniymi? 2-3 ketdi. Juda qisqa bo'ldi bu to'qnashuv. Hozir ko'rdingiz. Ajoyib. Keyingi chiroqchilar. Yaramizami? 1, 2, 3. Keyingi chiroqchi. Yaramizlar? 1, 2, 3. Mani qo'limdan kopto chiqmadi, men qo'lim uzildi prosta. Yerga tushardi. Olib ket uyingga. Qo'y, bu yoqqa. Qani. Nima bo'ldi hop? Mana o'sha nomni qisib o'sha. Mana bunaqa bo'ldi, keyin qo'lim mani bu yoqqa chiqib ketib qoldi, shu hozir koptodan tushib ketdi. Buni aybi emas. Normaldan. To'xta, nima farqi bor uni? Bo'ldi. Tushib ketdi-yu. Mani qo'limdan tushib ketmadi, mani qo'lim chiqib ketib qoldi buni qo'liga. Kopto tushib ketdimi yerga? Yo'q. Mana yiqilib chiqib ketdi-yu kopto. Kopto yiqilmadi, qo'lim mana bu yerga o'tib qoldi mani qo'lim. Osmonga o'tib qoldi, qo'li yiqilib qoldi. Noto'g'ri ushlaganingdan bu. Noto'g'ri ushlaganingdan. Bo'ldi, o'tiramiz. Bratья, всё. Нормальный bo'ldi. Bu o'yin. Hech kim yutqizish xohlamaydi. Tushunamiz, tabiiy holat. Men o'ylashim bo'yicha bu erkaklar bellashuv emas, erkaklar jangiga aylantirish kerak deb o'ylayman. Если честно, я думал, что я выскочу с ними по разам, да? Но так не получилось. Но без проигрыша выигрыш не бывает, не забудьте это. Главное, дух мы не падаем. Он в мячик играет и что-то за дух, за мужское качает. Я вообще его не могу понять. По разам, если хочет выходить, то пусть договоренность дадите смело, по разам выйдем. Menga mana sher degan bola boshidan yoqmadi. Agar shu erkaklar jangiga aylansa, men bilan birga bir qo'yib beringlar shuni. Minutga bo'lsa ham hozir. U boshida aytdi 66 kiloman, bu yerda eng kichkinasi menman. Ham vesim ham 60-61. Agar keyingi proyektga kelsa, yana xuddi shunaqa shart bo'lsa, men vesimni ko'taraman, именно o'sha bola bilan qo'yib berishlarini so'rayman. Ты говоришь, что ты 61 килограмм, я вот 55 вешу. Прямо сейчас можешь на минутку выйти? Раз ты вот за вес качаешь, еще что-то. Прямо сейчас вот я меньше тебя вешу, по разам выйдешь? На минутку. Menga Eminjon aytayotdi, sher degan bola avvaldan boshidan yoqmadi. Men uyimdan sizga yoqaman chiqmaganman-da, atak men bu yerda solishamiz deyilgan. Если siz ham aytyapsiz, sher degan bola yoqmayapti, Umar ham aytyapti, sher degan bola yoqmayapti. Если xo'shsiz, men ikkala o'yinlar bilan ham birga bir chiqib qo'yaveraman. Na minut kelib xohlasanglar 3 raunddan ushamiz. Hozir siz ham obshi hammalaring sher deb tashlashyapsizlar. Bitta shetda tanishdi hozir, bitta komandamiz, sizlar bitta komanda bo'lib turib, biz komanda a'zomizga sakrayapsizlar. Xohlasanglar liboylaring bilan shetda minutkami, erkaklar jangida deyapsizlarmi? Вообще farqi yo'q. Liboylaring bilan bitta kunda ham chiqib qo'yaveraman, если что, желание bo'lsa. Сперва я сюда приехал, чтобы драться. И здесь, когда мячик мы таскали туда-сюда, вот здесь.
Я думаю, здесь хотя подсечки и что-то есть. Нельзя вот так толкать. Давайте сейчас по разным, любым я выйду. С любым. Вот Хаджи дайте мне. Хаджи, ладно, вот это пацана. Я с ним выйду. Давайте вот это пацана дайте. Endi bizda zadniy yo'q, farqi yo'q. Marazam aka aytsalar, umuman hozir bez razницы. Ularni komandasidan ikkita odam Lyuboy bilan deyishdi. Mana men 59-60 daman. Men o'zi bu yoqqa urushishga kelganman. Maqsadim shu edi. Men shartlardan xabarim yo'q edi. Xohlasa hozir minutga yoki erkaklar jangimi yoki boshqa musobaqami, boshqa ligami farqi yo'q. Siz bilan ham, bu bilan ham Lyuboy bilan deb so'rashdi. Lyuboy bilan mana Lyuboy deb aytaman. Minutkaga yoki Lyuboy joyda bo'y so'rayman masalan. Hozirgi qisqa trash talking deymizmi buni? Suhbatdan keyin bir narsa ma'lum bo'ldi. Hamma xohlayapti erkaklar jangi turnirini, hamma xohlayapti sparingni. Biz ham xohlaymiz, menimcha, sizlar ham xohlaysizlar. Agar erkaklar jangi turnirini kuzatish xohlasanglar, marhamat kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Bu birinchidan. Va yana bir kichik e'lon. Erkaklar jangi turniri 8-turnir bo'lishi rejalashtirilmoqda va kim mana shu 8-turnirda homiylik yoki hamkorlik qilishni xohlasa, biz bilan bog'lanishi mumkin. Eslatib o'taman, 8-turnir bu umuman boshqa daraja bo'ladi. Brat eshitdi, hozir bu yerda minutga iloji yo'q degandek gapirishyapti. Xo'p, aytayapsiz, erkaklar jangiga deyapsiz. Lyuboy turnirda deyapsiz. Erkaklar jangi mana 8-turnir bo'lar ekan. Xohlasangiz MMA da, xohlasangiz Goli Kulak, bitta gap aytaman. Agar iloji bo'lsa Goli Kulak qo'yib berishsin. Без перчатки. Agar xohlasangiz MMA, xohlasangiz kickboxing, men stoyshiyman. Stoykada davay. Yaxalatsiz, pagnali davay, face to face. Kayfiyat a'lo, yuqori flankadamiz va keyingi shartga o'tamiz. Bu shartimiz ikkita komanda общий ishtirok etadi, 5 ga 5. Ko'pchiliklarga arqon tortish. Bola o'tirib olish, yotib olish mumkin emas. Tushunarli? 3 marta shans beramiz. Har bittasiga 1 ochkodan yozamiz. Ikkita yutib bitta tursa, ya'ni ko'k yutgan bo'ladi yoki qo'l yutgan bo'ladi. Xo'p, yana bir narsa, o'tirib olish, yotib olish yo'q, arqonni qo'yib olish yo'q. Tushunarli? Misol uchun ikkita raundda biz yutadigan bo'lsak, polni pobeda bizga o'tadi, to'g'rimi? Ochko yoziladi, ikkita ochko yoziladi. 3 ta yutsa 3 ta ochko, to'g'rimi? Ha. Demak, hisob yoki 3-0 yoki 2-1 bo'lishi mumkin. Va butun jamoa bu ochkolarni qo'lga kiritish uchun harakat qiladi. Sizni startingiz bilan boshlaymiz. O'tirib olish, yotib olish bo'lmasa, arqon tortamiz faqat. Tushunarli? 2, 3 ketdi. Boshladik. Va hozir ko'k jamoada ustunlik. Ko'k jamoa biroz ustun kelyapti. Jamoa harakat o'z isbotini topyapti, ko'ryapti va birinchi ochko qo'lga kiritildi. Ko'k jamoa a'zolari birinchi ochkoni qo'lga kiritishdi. 1, 2, 3. Boshladik. Stop! Ko'k bu cheytdi. Lekin qizig'i butun jamoalarni o'rtasida sudyalik qilish qiyin bo'lsa kerak. Birga bir kimdir tushganda sudyalik qilish osondir, lekin bu yoqda 5 ta ishtirokchi, bu yoqda 5 ta jangchi. Bu ochko qimmat. Shundoq ham 2 ta ochkoni berdinglar, harakat qilinglar, astoydil, tandem bo'lib, bir-biringlarni his qilib harakat qilasizlar. Sizlarga ham bir narsani aytib qo'yishim kerak. Omadinglar bersin. 3. Stop! Ko'k burchak vakillari 3 ochkoni qo'lga kiritishdi. Men shu o'rinda bir narsani aytaman. Ko'k jamoa 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Qizil jamoa birorta ochko ola olmadi. Lekin Vita First bilan siz juda ham foydali xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin, chunki Vita First foydali vitaminzatsiya mahsulotlari va sport mahsulotlarini sizga taklif qiladi. Jalbeli yo'qmi hech qilib? Bular hozir 3 ta o'yinni yutishdi, to'g'ri. Biz indamaymiz. Haqiqiy mujiklar sparing tushadi, goli kulachga urishadi. Meni mana shuni urish deydi, mana shuni yutish deydi. Agar xohlasanglar chiqinglar o'rtaga. Kim chiqadi? 16, 17, 18 chiqlaring, Lyuboyinga короче. Nima u yosh yetdingizmi hozir yoki maktablarning nomerini?
Shuni nima, lyoxka atletika sport emasmi? Lyoxka atletika sport emasmi? Haqiqiy jang Yo'q. o'rtada bo'ladi. Lyoxka atletika erkaklar sport emasmi? Hali unaqa Yo'q, bu erkaklarning jangi. Men ustozsan. Erkaklarning jangi. Yo'q, to'xta. Erkaklar jangida bo'ladi, oktagonda bo'ladi do'stam. Urushda. Bu to'xta, bitta savolimga javob ber. Lyoxka atletika erkaklarning jangi emasmi? Men hisoblamayman unaqa. Yo'q, erkaklarning jangi emas-da bo'ldi. Haqiqiy jang o'rtada bo'ladi. Hol sport emasmi? Bu bellashuv. Lyoxka atletika. Xo'p, lyoxka atletika erkaklar sport emasmi? Bu bellashuv. Xo'p, lyoxka atletika ham bellashuv. Lyoxka atletika ham bellashuv. Bu bellashuv. Yo'qmi? Yo'qmi? Bo'ldi. Kelinglar, yana bir narsa tushuninglar, bitta narsa. Arqon tortish musobaqasini, bunaqa bellashuvlarni ming yillardan beri ota-bobolarimiz kuchlarini, birdamligini, hamjihatligini namoyish qilish uchun uyushtirib kelishgan. Mana ko'p karra musobaqalari, kurash musobaqalari bilan bir qatorda mana shu arqon tortish musobaqalari ham o'tkazilgan va biz bunga hurmat keltirgan holatda milliy qadriyatlarimizni ham inobatga olib bu shartni qo'yganmiz. To'g'ri, yana bir narsa, jamoadoshlaringiz fikriga qo'shiling. Ha 3-0, ha yutqizdinglar, lekin bizda oldinda boshqa shartlar ham bor. Demak, kuchimizni va asabimizni keyingi shartlarga asrab qo'yamiz. Siz esa bizdan uzoqlashmang. Jamoa yordamida shunaqa bo'ladiki, hali по-моему hech kim buni ko'rmagan, yiqib ham ko'rmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oyog'im tagida ko'rib turibdilar, tumba turibdi. Ikkita ishtirokchi, bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa turadi. Va men ko'rib turgan shtangalarni yelkasiga oladi. Har bitta ishtirokchi, ya'ni 3 ta ishtirokchi qoladi, ular turniga tortilishi kerak. Har bitta ishtirokchi tortilishini men o'zim sanab turaman. Jamoa a'zolari o'zaro maslahatlashishga kirishib ketishdi. Ochig'i qiziq. Bu shartda ham menimcha ehtimol bu jamoani omadi kelar, balki qizil kiyimdagilar g'alabani o'z tomoniga ilib ketishar. Hech kim hali bunaqa turniga tortilib ko'rmagan bo'lsa kerak. Men o'ylashim bo'yicha shtangani ko'tarib turgan odamga nagrizga tushadi, uni yelkasi uradi. Birinchidan. Ikkinchidan, hamma xohlagancha tortilib tashlamaydi. Men o'zim 1, 2, 3 deb sanayman. Ketma-ketlikda turniga tortilish kerak bo'ladi. Qani ketdik bo'lmasa. Tayyormisizlar bolalar? Aylanamiz. Chiqib oldik, chiqdik. Oyoqlaringizdan uzamiz. Oyoqni yerdan uzdik. 1, 2, 3 ket. 1, 2, 3. Dahan o'tish kerak. 4, 5, 6, 7. Dahanimiz o'tsin. 8. Oxirgacha tushamiz. Oxirgacha. Ko'k bo'lchi. 9. 10. Ulug'ga qarang. 11. 12. Stop. Ushbu shartimizda ko'k bo'lchi yutqizdi. Ko'p turganlarda turniga tortilganda dahan qismi ushbu ishtagamizdan o'tmadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu juda ham oson deb. Kommentarda yozib qolding, siz nechta tortilgan bo'lasiz. Keyingi ishtirokchilarimizni tayyorlanamiz. Chiqib olamiz tepaga. Oyog'imizni uzdik. Tayyorlanamiz. 1. Ko'k bo'lchi tushamiz oxirgacha. 2, 3, 4. Dahshat! Hozir ko'rdingiz, yana bitta ochko qizil burchak hisobiga yozildi. Ko'ramiz bu yoq qanday bo'ladi. Hozir hech qaysi ishtirokchiga mikrofonni tutish niyatimiz yo'q. Chalg'itmaymiz. Davom etamiz. Men o'ylashim bo'yicha qizil burchak g'olib qozonadi deb o'ylayman. Tayyorlanamiz, tepaga chiqib olamiz. Tumaga chiqamiz. Oyoqlarni uzamiz. 1, 2, dakansa chiqib tushish kerak. 3, 4, 5, dakansa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Dahshat! Yelkangiz og'ridimi? Yelkam, ha, og'ridi. Ana sama 60 yıl Nima to'sqinlik qildi hozir? Yaxshi ketotdinglar. Yaxshi ketadi. Endi baribir ham yutqizib turish kerak-ku. Qiziq. Sherigingiz kim edi? Sizmidingiz? Nima bo'ldi? Bo'y uzunlik qildi. Yelkam og'rimadi, sherigim bo'y uzunlik. Hop, nimaga bunaqa ikki xil bo'yli odamlarni qo'yib taqsim qiladinglar? Ha, majbur bo'ldinglar o'zi. Boshida siz emassiz-a? Bu boshida majbur bo'ldik, chunki bizda bo'y balandlar hammasi turnik xilda. Bo'y baravarlar, fizikasi bir xilla, turnik xilda hammasi. Ikkalamiz turib qoldik. Bunaqa qiziq holatlar faqat seriallarda bo'lmaydi. Musobaqalarda ham bo'lib turar ekan. Qizil burchakdagi holat, vaziyat ochko yo'qotishga sabab bo'ldi. Ko'k burchak, sizlar hali ham turibsizlarmi? Nimaga? Bizda iroda shunaqa kuchli-da. Xolasa ular ham o'tib olib biznikida osilib turursin. Qoyil. Va yana bir marta qoyil. Hisob bu shartda 2-1. Umumiy hisobni hisoblab ko'ringlar. Qani, necha ekan? To'g'risi men hozircha adashib ketdim. Sizlar hisoblab turgan bo'lsanglar, yozinglar. Sizlarning yozganinglardan ko'rib, men ham bilib e'lon qilib olaman, xabarlar. Keyingi shartimizni hozir o'zim sizlarga ko'rsatib o'taman. Ushbu holatda chiqamiz. Oyog'imiz yig'ilgan holatda bo'lishi kerak. Xolasa cho'zsa ham bo'ladi. Eng muhim yerga tegish kerak emas. Bitta qo'lda osilsak bo'ladi. Yoki mana bu holatda ham osilib tursak bo'ladi. Bu sizlarning xohishinglar. Va bu shart qoidalariga ko'ra biz ishtirokchilarning sabr, matonat va chidamliliklarini sinab ko'ramiz. Kim agar birinchi bo'lib turnikdan qo'li uzilsa yoki oyog'i yerga tegsa, o'sha jamoa qimmatli ochkoni yo'qotadi, raqib jamoa esa ochkoni ilib ketadi. Aytgandek, siz ham erkaklar bellashuvida qatnashishni xohlasangiz, kommentariyada va bizning Instagram profilimizda o'zingizning jamoangiz haqida ma'lumotlarni qoldiring. Hozir qaysi jamoa ko'p daqiqa turishini aniqlaymiz. Qani ketdi. 10 sekund bo'ldi. Nimaga qo'lingizni ikki xil ushlab olgansiz? Hamokakda hammaga har. Ha, shu qulay sizga tortilmoqchi. 30 sekund. Aslo yo'q. Askarlarga xos javob bo'ldi. Sizda qalay? Yoniga qo'shib qo'yinglar yana bir kishi. Bu jamoalar ahvoli qalay? Qalay bo'l, zerikmadingizmi? Все, mazova. Tarjimasi nima? Shuni yozib olinglar kommentariyaga. Mayli, davom etamiz. Bilmay qilgan sezmasin. Sizda nima gap? Oyoqni ko'taramiz, tushib ketyapti. Ko'k burchak. Sizda ko'k burchakda ahvol chatoq. Sizda qalay? Noqulay emasmi? Kecha. Yaxshi. 1 minut bo'ldi. Hozir ko'rdinglar, qizil burchakdagi ishtirokchi yiqilib tushdi, ko'k burchakka yana 1 ochko qo'shildi. Ko'rinishdan juda osonga o'xshaydi, lekin men hozir yollarga borib olayotgan nafaslardan his qildim, bu oson emas. Ochig'i, ayniqsa shuncha shartdan keyin. Endi keyingi ishtirokchilarga o'tamiz. Tayyorlanamiz? Boshladik. On sekund. 20 sekund. Ko'raymi, sizlarda stabil holati. Qoyil. Sizlar bo'sh vaqtingizda turnik tortib turasizlarmi? Я раньше занимался, но уже давно не занимаюсь, где-то 3 года. 35 sekund. Наши пацаны сильные, наши пацаны сильные. Mini podarki. Zo'r gap bo'lsa kerak. Stoyka turish kerak. Stoyka turish kerak. Sen yetdim men senga stoyka deb qo'yay. Hayt ol bola. Bolalar 1 minut bo'lyapti. Bundan oldingi ishtirokchilarimiz 150 sekund turishgan edi. 1:33 bo'ldi. Bundan oldingi ishtirokchilarimiz Maslahatlarni eshityapmiz. 150 turishgan edi. Qaranglar, yuzida. Wow! Kutmagandim. Hozirgina gaplashdim. Hozirgina biz kuchlimiz, biz chidamlimiz, sheriklarim ushaydi oxirigacha degan yigit. Ochig'i, men xolisligini saqlashga harakat qilaman, lekin berilib ketyapman, to'g'risi. Chiqib olishga 5 bu tomonga e'tibor qaratamiz. Xuddi boyagi holatga javob. Tushmaysizmi? Chiqib qolishdimi o'zi? Ha, gap.
Ilovaga agar sizga shunaqa shart berilsa, necha minut turgan bo'lasiz? Yo'q, ochig'i bilmadim. Hozir bolalarni qiynalayotganini ko'rib, bir narsa deyish qiyin. Men Yevmada jahon chempionati bo'lganda, Alayn shahrida shu zadaniyani bajarib ko'rganman. O'shanda 1:30 mi, 1:40 mi turgan. Bu oson emas bu. Men o'ylashim bo'yicha. Unda men hozir umuman bir narsa deyishga hayronman. Necha sekund tura olgan bo'lardim, bilmadim to'g'risi. Lekin bir narsani aniq bilaman, VitaFirst iste'mol qilganimda ehtimol 5-6 minut turgan bo'lardim. Zo'r integratsiya bo'ldi. So'nggi ishtirokchilarimiz tayinlanamiz bolalar. Endi yutish uchun nima harakat qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Tayyormisizlar? Ketdi, oyoqlarni uzamiz. Vaqt ketdi. 5 sekund. Qizil, ko'taramiz oyoqni. Davay. 20 sekund. Yo'q, tegmaz, bir xil tut. O'ttiz sekund. Siz yutqizib qo'yishingiz nima sabab bo'lgan? Utulni qo'y. 1 minut bo'ldi bolalar, 1 minut. Ne bo'ldi? Просто sil жетпей bo'ldi. Keyingi safar tayyorlanib, ha? Burun. Charchab qolmaysizmi? Charchab qolmadingizmi? Ya men sal charchadim. Latif etib beraymi? To'g'ri bo'lardi. Qaytib kelay. Tushib ketmay ungacha. Nima gap? Nimaga jim bo'lib qoldinglar? Kayfiyatinglar baland edi, temp yuqori edi. Nima bo'ldi? Siz gapiring. Yutishimiz binomimizda. Yutishimizdan binomimizda. Ha, oxirgi anu yutmaydi, просто bizga ko'rsatib qo'yamiz. 1:40. Charchadim lekin, to'g'risi. Tushayapti, gaplashamiz. Yo'q lekin. Oxirigacha ham turib beradi. Bitta kofe bo'lsa, chirib turamiz. Pista qilib qolsa, stolga qo'yib qo'y, uni qaratib chaqirib turamiz. Yo'q, lekin yesa ichsa og'irlashadi. Shunisi ham bor. Yerga og'rimadi Javohir? Yo'q, aytyapman-ku, hali ham o'sha gap, ular ham qo'shilib olsa menga. Qoyil. 2 kun. 2 daqiqadan oshdi, 2 daqiqadan oshdi. O'zgarish yo'q. Aylanib chiqib ketib qolmadimi? O'zimiz meshsa bo'lib gaplashyotdik. Bemalol. Bitta qo'lda qoldi. Ko'k ishtirokchi, qizil burchakda hech narsa o'zgargani yo'q. 2:40. Va 2:40 soniya, 2:40 soniya deganda ko'k burchakdagi ishtirokchi zaminda oyoqlarini tekkizishga majbur. Qizil burchakda esa hamon o'sha holat davom etyapti. Boyaga shartlar uchun bu ramziy ma'noda ehtimol kichkina bir javob deymizmi, qasos deymizmi? Tushib gapir. Kurashuvchanlik shijoati. Hali tushganmi? U tushganmidi? Ha, ishtirokchi tushdi, tugadi u. Ha, keling endi gaplashamiz. Qalay bo'ldi g'alaba shukuhi? Yaxshi bo'ldi. Bu bellashuvda necha marta yutib, necha marta yutqizdingiz? Esingizmi? Esimda 2 marta yutqizdim, oxirgisida 3-chisini yutdim. Oxirgisi emas, 3-chisini yutdim 3-shartda. Nima bo'ldi? Nima просто VitaFirstdan anu olmadim deyman, davof qilishga ichmagan sababli jangda shunaqa bo'lib qoldi. Ochig'ini aytaman, bu gapni men o'rgatib qo'yganim yo'q, o'zining fikri. Demak, biz 6-shartga yetib keldik. Bu shart qoidalarini hozir Mirazam aka sizga va ishtirokchilarga tushuntirib beradi. Yo'q, ushbu ko'pdan tumbalarni bekor qilib qo'ymadik. Bu o'yinni pamo'yini yosh bola ham o'ynasa kerak, bizda kerak. Bu haqiqiy erkaklarning bellashuvi bo'ladi. Qo'limizni qo'yamiz. Tushundingizmi nimaligini? Arm wrestling. Tushunarli. Qo'limiz bilan yon tomonni ushlaymiz. Ishlayaptimi, yastiqqa tegdimi? Hisob, yutgan hisoblaymiz. Har bitta ishtirokchiga 1 ochko yoziladi. Demak, boshladik. Hozir bizda ikkita ishtirokchi chiqishdi. Qo'lni qo'yib olamiz, o'yin shartlarini sizlarga tushuntirib o'taman. Qo'limizni qo'yamiz. Bola, ushbu holatda kista mana bu holatda ushlamaymiz. Bir marta uzoqdan kesib beramiz. Ikkinchisi ham yana xuddi shu holatda qilsa chetlashtiramiz ushbu shartdan. Tushundinglar? Ochko to'g'ri ushlagan holat yozildi. Mana bu holat tortib olsak bo'ladi qo'limizga. Lekin mana bu mumkin emas. Tushundinglar? Yana bitta narsa, kimdir o'ng qo'lda o'ynayman, kimdir chap qo'lda o'ynayman deyish mumkin. Har bitta javomada bu chiqadi. Bu tomon misol uchun o'ng qo'lda o'ynaydi, bu chap qo'lda o'ynaydi. O'ngda o'ynadimi? Keyingi jamoa chiqqanda
keyingi yangi sportchi chiqqanda buni bilsa shu bo'ladi. Tushunarli? Birgalikda bu tomonga shans, keyingi safar bu tomonga shans beramiz. Tayyormisizlar? Tumbalarni ikkita burchagidan ushlab olamiz. Tayyormisizlar bolalar? 1 2 3 Keyingi ishtirokchi. Tayyormisizlar? 1 2 3 Yo'q, bitta narsada hozir buzmoqchi emasman, keyingilar tayyorlanaversin. Xabaringiz bormi raqibingizni qo'li singandan, jarohat olgandan? Mani aybim emas u. O'zi chiqdi-yu, o'zi bilib chiqdi. Ham boshida aytildi men chapaqayman deb. Bular rozi bo'lmadi, o'ng qo'lga dedi. Bizda o'ng qo'l bola chiqdi, bu safar siz o'zingiz aytganingizdek, bizani galimizni tanlash chiqdim, chap qo'limni berdim, o'zi chiqdi. Mendan keyin chiqdi bu bola. Davom etamiz. Tayyormisizlar bolalar? 1 2 3 Stop, stop. Bizga chiqib tashlaydi. Bosh. 1 2 3 Soniyalar davom etgan to'qnashuv hozir nihoyasiga yetdi. Demak, keyingi raqiblarni taklif qilamiz. Intriga. Prosta har bir ishtirokchi shunaqangi ko'p intriga tuzib beryapsizlar. Faqat qoyil qolyapmiz, kuzatyapmiz. Ortiqcha sharhlashga ham hojat ko'rayotganim yo'q. Yana bir narsa, Ulug' aka, balkim kamera ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Birinchisida yutdingizjon, ko'zingiz. Lekin nimaga yutqizdi deb aytganimni o'zi aytib bersa, yaxshiroq bo'lardi. Birinchisida yutdim, ikkinchisida yutqizdim. Yutganimning sababi yassi tushib ketib qoldi. O'shanga menga berilmadi ochko. Ikkinchisida pachesimi bo'ldi, berib qo'ydim bo'ldi. Demak, birinchisida yutgan hisoblanmaysan, o'zing shuni tan olasan. Ha, shunaqa. Bo'lmasa, keyingi ishtirokchilarni taklif qilamiz. O'z nomi bilan erkaklar bellashuvida ta'riflar ham, e'tiroflar ham erkakchasiga bo'ldi. Tayyormisizlar? 1 2 3 Ko'k jamoada qimmatli ochko qo'lga kiritildi. Taassurotlar shuncha mag'lubiyatdan keyingi keltirgan ochkoingiz. Я очень рад. Я не знаю, почему перед этой игрой я проиграл. По-моему, Vita First, если сделать мне спорт питания, у меня силы много будет. Но в армрестлинге я даже сейчас следующим тоже могу. Да, 100%. Lekin bizda bitta imkoniyat, bitta g'alaba, bitta ochko bo'ladi. Keyingi raqiblarni taklif qilamiz. Sardorlar bellashuvi. Ulug' aka. Bu oxirgisi o'sha ketadi bu. Bu bir narsa deyish qiyin. Men birinchi shart paytida taxminlarim boshlagandim. Birinchi shartdan keyin hamma taxminlarimni bir chekkaga surib qo'ydim. Shunchaki kuzatyapman, sharhlayapman, muxlislik qilyapman. Bo'lmasa ko'ramiz kim yutishini. Tayyormisizlar bolalar? 1 2 3 Qisqa bo'ldi. Bellashuvinglar qisqa bo'ldi. Siri nimada buni? Siz bo'sh vaqtda armistlik bilan shug'ullanib yurasizmi yoki yoshlikdan shunaqa maktabda ham chempion bo'lgandirsiz? Mani bir ukam bor, Davron degan ism. Armistlikdan pashti chempion bo'lgan O'zbekiston bo'yicha o'sha o'rgatdi. Pashtida. Endi yetib borgan, endi ba'zi bir sabablarga ko'ra travma olib chiqib ketgan. Mutlaq chempion bo'lishini tilaymiz, davom etamiz. Ha, o'sha yo'l yo'rig'ini ko'rsatib o'rgatadi menga ham o'z natijasini. Demak, maslahat olib turish ham foydadan xoli emas. Sizlarga maslahatim, yaxshi kontent ko'rgan yerda like bosib qo'yinglar, shunga o'xshash kontentlarni o'tkazib olmaysizlar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Ulug' aka, bilasiz, haqiqiy polvonlar ko'pchilik bilsa kerak. Asosan nima qiladi? Kurash tushadi, tosh ko'taradi. Qanaqa tosh ko'taradi aka? Polvonlarning toshi bo'ladi-yu, dumaloq. Mana. Yo'q. Gira. Oxirgi shartimiz ham. Polvon tosh desa nima deysiz? Zo'r bo'lsa kerak. Keyingi shartimiz, ya'ni oxirgi shartimiz ko'rganlarda polvon tosh deymiz. Sharti mashq holatdan ko'tardik tepaga, dakan solib chiqamiz. Tushirdik, yerga qo'yish yo'q, dakan solib chiqamiz. Ushbu toshimiz ko'rganlarda 16 kilo,
Men o'zim sanab o'taman. Ushbu bellashuv qisqa va qiziqarli bo'lishi uchun ishtirokchilardan necha marta ko'targanlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'tardik. Ba'zan bir marta ko'taramiz, kutamiz. Mashq holatda kutishimiz kerak bo'ladi. Oyog'imizdan ochib olamiz, mana bu holatda qaddimizni ko'taramiz, belga narsa kutishmasin. Tushirdik. 16. Kayfiyat tushirmaymiz. Kayfiyat tushirmaymiz. O'zingiz necha kilogrammsiz? 56. 56 kilogramm yigit 16 kilogrammlik giriyani 14 marta ko'tardingiz. Bu yaxshi natija. Ehtimol mashg'ulotlarda oldin bundan ham ko'proq ko'targandirsiz. Lekin hozir bu yerdagi hayajonda men tushunaman sizni, kayfiyat tushirmaymiz. Hammasi joyida. Jamoadoshlar, qo'llab qo'yamizmi? Yana ikkita qo'shib ko'tara olmadingiz-da. 10 ta ko'taraman endi. Keyin u kuchni saqlab turing, saqlab. Tayyormisizlar? Tayyorlanamiz, ushlab olamiz. Yerdan uzdik. Ketdi. 1. Ushlab turamiz. Cho'zdik. Yerga tegish kerak emas. Tushiramiz. Yaxshi ketyapti bolalar. 33. Ishorasi qo'lim. Ko'tarib. Oy! Поддержка. Turamiz. 36. 40 marta giriyani ko'tardingiz. Tabriklayman. Keling, hozir bildim 41, 42, 43 ham bo'lishi mumkin-da, lekin xronometrajni ham o'ylash kerak. Xo'p, nechinchisiz? 2008. 2008-yillar agar ko'rib turgan bo'lsanglar, men qoyil qoldim. Zo'r pokoleniya yetishib chiqyapti ekan yurtimizdan. Like bosib qo'yinglar, o'zingizlarning tengdoshinglarni 40 marta mana shu polvonlarning maxsus toshini ko'targanlar uchun. Hozircha siz nafasingizni rostlab olasiz, jamoadoshingiz tayyorlanib tursin. Men mana shu yigit bilan gaplashgim keldi. Siz salomatlisiz. Qani keling bunaqa. Turamiz, kadrga ochilib yaxshi. Siz oldin raqsga tushganmisiz? Menmi? Tushmoqchi bo'lganman, qo'yishmagandek. Hozirgi harakatlaringiz anu 28, 29 dan keyin xuddi lambadan eslatadigan bo'ldi. Xafa bo'lmaysiz, ochig'i. Qiziq ko'rindi. O'zingiz ham ko'ring. Hazilkash yigit bo'lganingiz uchun hazillashmoqchi bo'ladi-da, kelib ko'tarib ko'rishsa bo'ladi bu narsani qanaqaligini. Va bu imkoniyat sizda ham bor. Marhamat, kommentariyada jamoangiz haqida ma'lumotlarni qoldiring. Instagramda ham bizga obuna bo'lib qo'ying. Ketdi. 1. Va mana shu yerda bir marta giriyani ko'tarib g'alaba qozondingiz. O'zim hayron qolib turibman. Hozir bilaman, birinchi bo'lib sizga ataylab mikrofon tutaman. Bular nimadir ekan, men ham qiziqib ketyapman. Nega bunaqa bo'ldi? Bilmadim. O'zlaridan so'rasak, shu narsani men bo'lgan. Tatidimi g'alaba? G'alaba ham emas lekin. Lekin 1-0 da. Ha, endi. Faqat ochko-da. Tabriklayman. Ochko qimmatli, ayniqsa qizil burchakdagi. Bu sizga yuzlanamiz, nima bo'ldi? Bu qandaydir protestmi, norozilikmi? Ikki chiqib olib, o'zlaringni qiynayapsizlar, ochko olmoqchi bo'lyapsizlar. Ha, foydasi yo'q. Bitta biz chista yutib bo'ldik, to'g'rimi? Biz haqiqiy kuchni boyda ko'rsatamiz. Erkaklar bellashuvi davom etmoqda. Navbatdagi raqiblar o'z joyini egalladi. Mana shu giriyalarimizni ko'tarish uchun joylashib olishgan. Lekin bir savol tug'ildi, shuning uchun hali ham bu shartni davom ettirayotganimiz yo'q. Sizlarga ham shu savol qiziq deb o'ylayman. Nimaga aynan bu ikkita ishtirokchi bir-biriga qarama-qarshi kelaveradi, bir-birini tanlashyapti? Nima qandaydir bir intriga hosil bo'lyapti? Sizdan boshlaylik, so'rasak. От команды спросите. Всё. Bir so'rab qo'yamiz. Nimaga faqat bu yigitga aynan shu ishtirokchini to'g'rilayapti? Kapitan Endi bir-biriga mosda. Bo'y jihatidan ham, vес jihatidan ham, kuch jihatidan ham bir-biriga mos. Sizlar tomonda nima gap? Ataylab shu Bahman chiqqan paytda chiqmaysizmi, hojim? Это просто совпало, так просто все. Случайность, короче. Menimcha nigohlardan boshqacha ko'rindi, lekin atilgan gaplar bo'yicha shunday xulosa qilib qo'ya qolamiz, lekin aslida bunaqa emasligini his qilib turibmiz. Mayli. Baribir sportchilarga xos kamtarinlik ko'rindi. Tayyormisizlar? 1. Ketdi. 1. Tushiramiz.
Tushiramiz. Tushiramiz. 39. Davay. Ko'taramiz. 39. Bo'lmadi hali. Tushiramiz. 40. Bo'lmasa bu yutkizgan bo'ladimi? 40 bo'lib ketdi bu yoqda. 42 bo'lib ketdi. Adashib ketyapsan. Davay bitta yetib ol. Mayli, shans yetib ol. Stop. Bo'ldi. Tushunarli. Ha. Kelinglar. Necha marta ko'tardingiz? Не знаю. Скажи. 40 yo'q 41 da. Tojikistondan keldingiz. Bu yoqda ham bunaqa toshlar girada bor. Ko'targanmiz, mashq qilganmiz oldin. Nerede? Bu polvonlarga xos bo'lgan kuch, haqiqiy tog'liklar genetikasida bor ekan. Sezildi, yosh bo'lsangiz ham shunchalik ko'tardingiz. Qoyil kim shu gapimga qo'shiladi, ya'ni tog'i yigitlari baquvvat bo'ladi degan gapga qo'shiladi. Ya'ni texnik xatolaringizni ko'rdim. Men ochig'i bir 25 tada to'xtaysiz deb o'yladim, ochig'i. Texnik xato ko'taryaptilar, ya'ni yelkaga ortiqcha yuklama, tirsakka, qo'lga ortiqcha yuklama tushyapti, lekin baribir davom etyapsiz. Men shuni sezdim. Genetikada mana shu tog'liklarning baquvvati, to'qligi sezildi. Men sizni mag'lub bo'ldingiz demayman. Jamoaviy hisobda ham his qilib turibsiz. Hammasi joyida. Men oxirgi nima degan bo'lasiz? Ko'rayotganlarga, tomoshabinlarga. Противник хорошо. Ну, я сюда приехал, чтобы драться, я это хочу сказать. Я приехал драться. Камни поднимать или там мячик отобрать. Если можно, хотя бы побороться можем. Хотя бы побороться. Но ни минутка, ни кулачка, просто борьба. Я могу выйти. С любым я выйду в борьбу. Если борьба с любым, поставьте. Fikrlarni eshitdik. Hop. Va yana bir marta eslatib o'tamiz. Erkaklar jangida yangi era boshlanish arafasida va erkaklar jangi davom etishida erkaklar bellashuvining ham o'z chambarchas o'rni bor. Ya'ni erkaklar bellashuvida yaxshi ishtirok etib, muxlislarning e'tirofini qozona olganlar erkaklar jangi turnirida o'zini ko'rsatish imkoniyati bo'ladi. Bu qanday davom etishi mumkin? Qanday yo'lga qo'yiladi? Kuzatib boring, bilib olasiz. Buning uchun obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, videolarni o'tkazib yuborasiz. Ana endi Haji Ahmed sizga yuzlanamiz. Qoraqalpoq yigitlari polvonligi bilan, greslari bilan nom qozongan ko'rdik. Hozirgi holatda o'zi shu oldin ham ko'targansiz-da? Ko'targanman. Oldin o'ylamam bo'yicha oldin kачалками заниматься qilganman, вот поэтому мне помог это. Ha. Я так думаю. Tushunarli. Xo'p, shaxsiy rekordingiz qancha buni ko'tarishda? Именно на этом я не знаю. Bu birinchi martami? Ну это первый раз поднимать вот это гири. Я раньше только качался вот. Birinchi marta uchun Если борьба, то задней нету. На месте сделаем. Demak, bu juftlik qarshiligini ehtimol sparingda ko'rib qolarmiz. Demak, oxirgi raqiblar, 5-ishtirokchilar. Oldin ko'targanmisiz? Yo'q, oldin ko'tarmaganman. Men ham shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Bu toshni oldin ko'tarmaganman men. Aytgan taklifni interes qilamiz bo'ldi. Zadniy bermaymiz. Siz nechta ko'targan bo'lasiz buloqqa? Menmi? 55 ming. Tashlab olamiz bolalar, ketdi. 1. Tushiramiz. Ko'tarib. Bor. 5. Tushiramiz. 7. Общий jamoa bilganlikda sanaymiz. 8. Barobar qilmaymiz, barobar gapiramiz. 9 tushiramiz. 9. Yaxshi, menimcha bu yoqqa shart emas. Minimal reglament bajarildi. Tabriklayman har ikkala jamoani 1 ochko bilan. Bugungi erkaklar bellashuvi musobaqasida 12-18 hisobi bilan Ko'k Bucha g'alaba qozondi.
Bugungi musobaqa nihoyasiga yetdi, lekin bizning loyihalarimiz hali tugagani yo'q. Bu loyiha uchun Vita First hamda Baht Proga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.